Qara, yangi klient keldi. Assalomu alaykum Fozil doda. Yangi joylarmi ora bo'lsin? Kelardik mana yangisiga ham. Va alaykum assalom. Kel polvon. Xo'sh, menga 4 ta jaydari qiyma bilan 4 ta jaz qo'yib bering. Faqat qornim yomon. Ozgina tezlashtirib berarsiz? Turishini qara buni. 8 ta joy yermish turishi. Hozir boplayman men buni. Bo'ldi, hostar bo'ladi. O'tirib. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Zo'r bo'pti joyligi. Salqingina. Lagansa ham qulay. Shunday yo'lli yuzida. Shashlik qachon kelarkan endi? Ana shashliklar. Hozir aka. Bu nima? Men sizni shashliklaringiz yeyman deb Toshkentda narigi chetida ekanman. Turishi senga shu foydali hozir. Ol, shuni yegin. Jigar aka. Bo'labi. Pastroq jigaroq. Hozirga emish tortdilar. Menga shashlik bermayaptilar. Hadya o'zingiz ikkita jaydari qiyma, ikkita jaz qo'yib bering, iltimos. Bo'ldi jigar aka, o'tirib turing. Jigar aka, mana shashlaringiz tayyor. Baraka toping aka, rahmat. Yoqinishda. Hozirga bilib qolmasizlar. Xo'p bo'ladi. Bismillah. Bismillah. Ye? Kim berdi senga shashlikni? Jigar akam berdilar. Jigar aka? Ha. Abdurahim. Ha, Fozil aka? Kim berdi shashlikni? Men berdim jigar akamga. Nega bersin? Jigar akam bekor xafa qilib qo'ydilar-da. Bu shashliklarni oldida dieta bor-ku, damini olsin.